Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Habibulloh Web. Xo'sh, bugungi darsimizda sizlar bilan ikkita mavzuni ko'rib chiqamiz. Har doimgidek union type va type narrowing. Ya'ni yozib qo'ying, union type va type narrowing. Xo'p, sizlar bilan birinchi bo'lib keling union typedan boshlaymiz. Union type yordamida o'zgaruvchi bir nechta turdagi formatlarni qabul qilishini aytishimizda mumkin bo'ladi. Xo'p, biz sizlar bilan keling bitta misol ko'rib chiqamiz. Xo'p, biza funksiyalarda ko'raylik. Masalan, aytamiz function get masalan print id deymiz. Bunday qilib id bo'ladi. Bu ma'lumotlar string bo'ladi. Yokida bizda number bo'ladi. Mana. Ko'rasizlar, mana id bizda string yoki number ma'lumot qabul qilishi mumkin. Bizda ana bunaqa belgilar bu yoziladi. Bizda bu union type va biz aytishimiz mumkin. Masalan, log deyishimiz mumkin. Bizda id bunday qilamiz. Hop, bunday qilib id deymiz. Mashinga teng, to'g'rimi? Bizda mashinga teng bo'ladi. Xo'p, endi men yozaman. Misol uchun funksiyani chaqiraman. Print id menda 1 2 3 bo'ladi. To'g'rimi? Bizda xato bermayapti. Ya'ni aytaman print id masalan, nima aytaman? Hello world. Endi xatolik yo'q. Endi men print id qilib men buni true qilib qo'ygan bo'lsam, menda o'sha xatolik chiqadi. Nimaga? Chunki menda string yoki string yoki number bor. Menda lekin bu boshqa, umuman boshqa ma'lumot, ya'ni boolean. Shunaqa bo'ladi. Ya'ni menda shu bergan narsalardan foydalanib, men buni qilsam bo'ladi. Ya'ni bunday qilib bunday qo'yishim mumkinmi? Yo'q, bo'lmaydi. Chunki bitta ma'lumot qabul qilishim mumkin bo'ladi. Number, string. Menda bular ikkalasi ham bu yerda id parametri string yoki number bo'lishi mumkin. Faqat union type shunaqa tarzda yoziladi. Bu funksiyalardagi misol edi. Xo'p, men endi buni nimada ko'rsataman? Sizdan yana bitta kattaroq bitta misol yozaylik. Masalan, type status type to'g'risida hali gaplashamiz. Type alias to'g'risida mana loading bor. Endi hop, ikkinchisi masalan success bor. Va nima bor? Endi error bor. To'g'rimi? Error bor. Mana statuslar bor. Shuna success, loading, error. Va men funksiya yozaman. Function menda aytaman show status aytaman. Status nima qabul qiladi o'ziga? Status bizga tepadagi statusni qabul qiladi. Mana bu tepadagi bizda mana bu status qabul qiladi type degan. Va biz aytaman, endi aytaman. Agar bu type bizda narrowing bo'ladi. Ya'ni type narrowing ham yana bizda bu union type. Ikkalasi bittada ishlagan deymiz. Masalan, status deymiz. Bizda teng bo'lsin deymiz. Bizga loading agar teng bo'lsa deymiz. Bizga nima chiqsin? Log bo'lsin va bu yuklanmoqda chiqsin. Yuklanmoqda bo'lib chiqsin, to'g'rimi? Xo'p, bizda agar mana bu bizda type narrowing bo'ldi. Biz tekshiramiz uni. Va agar else if bizda agar statusimiz bizda teng bo'lsin bizda nimaga? Successga bizda o'sha ma'lumotlar bor, to'g'rimi? Successga va log qilib biz nima qilamiz? Muvaffaqiyatli deb qo'yamiz, to'g'rimi? Bizda bu. Agar yana bitta bizda agar aks holda deymiz. Bizda log nima chiqsin? Aks holda bizda xatolik yuz berdi chiqsin.
xatolik yuz berdi. Ya'ni bizda bu nima bo'ladi? Error bo'lar ekan. Xo'p. Menda endi keyingisi, men endi bu funksiyani chaqiraman. Masalan, get nima edi? Get show status degan. Show status deyman. Men buni agar bunaqa qilib, bizda 3 ta narsa bor, to'g'rimi? Bizda 3 ta ma'lumot turi mavjud. Agar men buni bunaqa qilib loading qiladigan bo'lsam, Ctrl J deyman. This not up qilgan bo'lsam, menda уже yuklanmoqda chiqadi. Loading menda yuklanmoqda. Yuklanyapti menda loading. Agar men bunaqa qilib show status bunaqa qilib turib, men buni error qilaman. Bunda xatolik yuz berib chiqish kerak. Mana mana xatolik yuz berdi chiqadi. Chunki men else qilganman. Ya'ni men muvaffaqiyatli ham yozganman, yuklanmoqdan ham yozganman, ammo lekin biroq men uni boshqasini else qilganman. Bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni biz type bilan ham yozib olishimiz mumkin, buni pastda ishlatishimiz mumkin. Bu juda ham oddiy misol hisoblanadi. Bu bizda union type hisoblanadi ekan. Xo'p, endi men nimani tushuntiraman? Type narrowing. Narrowing. Bu bizda tipni narrowing degani o'zi tipni toraytirish degani. Yozib bering. Tipni toraytirish bo'ladi. Tipni toraytirish. Union type ishlatilganida ba'zida TypeScript type'ni aniq ajratib olishimizni talab qiladi. Ya'ni masalan bizda nima bo'ladi? Type narrowingda biz type'ni qanaqaligini bilmay qolamiz, to'g'rimi? Union type'da. Biz aytamizki, TypeScript kompilatoriga biz aytishimiz kerak, bu o'zgaruvchi aynan shu turda deb biz tushuntirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va type narrowing type of o'zgaruvchi bilan yoziladi va bu hozir aynan bitta turni aniqlab, shu turga qarab mos harakatni bajarish uchun kerak bo'ladi. Type of o'zi bizda hali generik mavzularni gaplashganimizda o'zi boshqa narsa uchun kerak bo'ladi. Type of bizda ma'lumotlarni olish uchun kerak bo'ladi o'zi. Lekin bizda bu type narrowingda tipni aniqlash uchun. Bu uchun biza shunaqa tipni aniqlash uchun foydalanishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, men endi keling, buning uchun ham bitta misol yozaman. Ya'ni type of bilan tekshirish uchun misol yozaman. Masalan, function deyman. Xo'p, men hozir function deyman. Men aytaman print value deyman. Print value. Va bu value bo'ladi. To'g'rimi? Va bunda men string deyman. String bo'lishi mumkin deyman. Yoki nima deyman? Number bo'lishi ham mumkin deyman. Number bo'lishi ham mumkin. Va men aytaman, agar menda type of menda bu string bo'lgan bo'lsa, ya'ni type of value yana mana bizda qiymat teng kelsa, stringga teng kelsa deyman. Masalan, string mana qancha yozaman? String teng keladigan bo'lsa deyman. Men o'tib nima qaytarib beraman? Masalan, logda bu ma'lumot deyman, string turida desam bo'ladi. Bu ma'lumot string turida. Mana uni to'g'rilab qo'yishim kerak. Mana shu ma'lumot string turida deb qaytarib bersam mana. Va mana endi else if deyman. Tushunarliroq bo'lish uchun else if men aytaman yana type of deyman, yana bitta type of value teng bo'lsa, mana endi bu safar numberga men uni nima qilaman? Log qilaman yana bitta va bu ma'lumot number turiga tegishli deb bunaqa qaytarib berishim kerak bo'ladi. Mana bizda endi bu to'ppa-to'g'ri ishlaydi. Men uni bunaqa qilib print value qilib bunaqa qilaman. O'tganman. Endi masalan buni yozib oldim, to'g'rimi? Keyin bunaqa qilib men yana print value qildimda, bunaqa qildimda, mana endi buni solda qo'yib beraman. Mana. Biz endi test qilamiz. Not app. Mana biz ikkalasi ham chiqishi kerak. Mana. Bu ma'lumot string turida. Bu ma'lumot number turiga tegishli deymiz. Biz buni chiroyliroq ko'rinishga ham keltirsak bo'ladi endi.
hozir bu narsa shart emas. Lekin mana bizda agar bundoq qilib bundoq olib tashlaydigan bo'lsa, masalan, siladigan bo'lsam, not app deydigan bo'lsam, mana bu ma'lumot string turini tekshirib, shu turiga mos harakat qilamiz. Bu joyda do'stlar. Bize mana bugungi o'tgan mavzuyimiz shu, aslida asosan shu mavzu, o'zi qiyin mavzu emas, ko'rasizlar. Bunaqa murakkab emas bu mavzu. Tushunish oson va qayta yozish ham o'zi oson, uni qiyin mavzu emas va sizlar bilan keyingi darsdan boshlab biz amaliyot qilamiz. Bitta amaliyot qilib olamiz. Keyin amaliyotdan keyin biz yana darslarimizni davom ettiramiz. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum.